Yosh er-xotin yangi uyga ko'chib kelishdi. Bir kun ertalab nonushta qilayotgan paytda yosh ayol qo'shnisini tashqariga kiyim osayotganini ko'rib qoldi. U dedi: "Qara, bu kirlar butunlay toza emas. U to'g'ri yuvishni bilmaydi shekilli, balki yaxshiroq sovun kerakdir." Er esa jim bo'lib faqat eshitdi, ammo har safar qo'shnisi kiyimlarini osganda yosh ayol shu gapni takrorlardi. Bir oy o'tgach ayol tashqariga qaradi va hayron bo'ldi. Kiyimlar juda ham toza edi. U erga dedi va nihoyat to'g'ri yuvishni o'rganibdi. Kim unga o'rgatgan ekan? Er xotirjam javob berdi: "Bugun ertalab men erta turib bizning oynalarimizni artib qo'ygan. Hayot ham xuddi shunday. Biz boshqalarda ko'radigan narsalar bu o'zimiz qarayotgan oynaning qanchalik tozaligiga bog'liq. Agar ongimiz hasad, g'azab yoki salbiy fikrlar bilan to'lgan bo'lsa, ko'rgan hamma narsamiz iflos bo'lib ko'rinadi. Lekin o'z qarashlaringizni tozalasangiz, aslida boshqalar muammo bo'lmaganini anglaysiz. Muammo sizning qarashingizda bo'lgan. Shuni eslab qoling. Birovni hukm qilish ularning kimligini emas, sizning kimligingizni ko'rsatadi. Boshqalarni tezda hukm qilishga shoshilmang. Avvalo o'z oynangizni artib oling. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta 100 raqam emojisini qoldirib